Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz keyingi obyektimizga yetib kelganmiz. Jizzax viloyati Arnasoy shaharchasida. Uzunligimiz 40 metr, eniga 20 metr. Stullarimiz balandligi 8 metr, 219 5 stinka qalinlikda stulkalarimiz. Devorlarimizga semiç bo'lgan. Semichga tortgan reykalarimiz konteyner mahsulotidan 4 ga 4, 1.8 tenada bo'ladi. Tepa tomlarimiz 6 ga 6, ichi laga 4 tenkadan bo'lgan. Mana hozir ustakamdan so'raymiz. Ukaxon, bu binomiz endi necha metr? 23 metrmi? Mana 20 metr deb yoribman. Bu firmamiz qor yog'dimi? Qorni ko'rdimi? Xudo xolasa 40 sant qor ko'rdik aka. Qor ko'rdik 40 santimetr. Firma hali hech qanaqa bir tashab, bir anaqa bo'lgan yo'q. Xudo xolasa Hamma joyi turibdi. Sovuqlarda sovqotmay qalay bo'ldi sovuq Jizzaxda? yaxshi bo'ldi. Bugun bitta xudo xolasa. Xudo xolasa bugun topshirib ketamiz aka. Hozir endi ikkinchi ustakamizdan so'raymiz. Bu lesan ustida o'tiribdi-kan. Shoarohbek, nima deysiz uka, bu binoga 23 metrli firmangiz yaxshi turibmi? Lazerga firmalar uchun lazer. Bu qor ko'rdimi bu firma? 40 40 santimetr. santimetr. 2 kun turdi ustida. 2 kun turdi. Ishlash jarayoni qalay bo'ldi? Yaxshi. Kamchiliklar bo'lmadimi? Xudo xolasa hozircha bo'lgan yo'q. Bo'lgan yo'q. Ha, yaxshi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.